Bismillahirrahmanirrahim. Adiyat surasi. Wal-adiyati dobha. Wal lamga urishtiramiz. Qalqala qilib qo'ymaymiz. Adi ayndan keyin alif mad bor, cho'zamiz. Yedan keyin ham bor. Adiyati dobha. Ba'da qalqala bor. Hadan keyin mad bor. ضبحا فالموريات قدحا. فالموريات madan keyin vav mat bor, yadan keyin ham bor. Mu deb ko'p cho'zib olmaymiz. Bir ikki deguncha. Falmuriyati qadha dada qalqala bor. Ha oxirida alif mat bor. Falmughirati subha. Falmo kichkina bunday chiqarib qo'ygan narsa mim masha. Falmughirati g'dan keyin ham yo mat bor, rdan keyin alif mat bor. Mughirati subha ba qalqala ha'ni cho'zamiz. E'tibor bersanglar, bashda hamma oyatda oxiri mat bilan tugagan. Qadha subha naq'a bo'lib. Fa atharna bihi naq'a. Fa'asar fadan keyin hamzani ustida akilyapti, shuni o'qiymiz. Bihi da mana bu kichkina belgicha ham yodi belgisi. Bihi deb cho'zamiz. Ya'ni yomatni belgisi bo'lib kelgan. O'rinbosari bo'lib. Naq'a qof qalqala. Fa wasatna bihi jam'a to qalqala. Fa wasatuh deb bihi de yana bu yerda ham mana yodi o'rinbosari turibdi. Bihi deb cho'zamiz. Jam'a innal insana g'unna qilamiz, tashdidli nun kelyapti. Insana hamzani tagida i deb o'qiymiz. Bu yerda ixfo qilamiz, nun sada ga yo'liqqanligi uchun. Ingichka harf bo'lganligi uchun ingichka ixfo qilamiz. Insana li robbihi lakanud. Hadan keyin yomat belgisi kelyapti. Lakanud vovni cho'zamiz. Va innahu ala zalika la shahid. Va innahu nun g'unna, hadan keyin vov mat kelyapti. Ala lamdan keyin alif mat kelyapti. Zalika zadan keyin ham alif mat cho'zamiz. Ozgina zalika la shahid. Hadan keyin yo mat kelyapti. Dni qalqala qilib to'xtaymiz. Wa innahu li hubbil khayri la shadid. Innahu da g'unna kelyapti. Hadan keyin kichkina vav mat kelyapti. Cho'zamiz. Innahu li hubbil khayri qat khoga la shadid. Dni birinchisi cho'ziladi, ikkinchisi qalqala qilib to'xtaladi. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Afala da mana birinchi adan gap boshlanyapti. Afala deb birinchi ada aytamiz. Ida da mat kelyapti. Ma fil yamadan keyin alif mat kelyapti. Fil qubur urishtirganimiz uchun fi'ni matn bermaymiz. Fil deb urishtirib ketamiz. Qubur oxirida yana vav mat bor. Wa hussila ma fis sudur. Ma da alif mat kelyapti. Fis sudurda yana ddan keyin vav mat kelyapti. Inna robbahum bihim. Inna da g'unna kelyapti, tashdidli nun. Robbahum da bu yerda ham ixfo deyiladi. Faqat mim bilan ba yo'liqadi, nun bilan emas. Robbahum deb mimda bni chiqargan joyga yashiramiz. Bihimda mimda aniq chiqaramiz. Yawma idilla xobir urishtiramiz dedi laga. Yawma idilla xobir oxirini ozgina cho'zib to'xtaymiz. Sadaqallohul azim. Alloh manfaatli qilsin. Video foydali bo'lgan bo'lsa, kommentariyalarda fikrlarni yozishni va boshqalar bilan ulashishni unutmanglar.